Tak o'rtoqlar tushunmisizlar, xudo xohlasa bu videoda Bitcoin haqida gaplashamiz. Вообще-то o'zi Bitcoin qanchaga kelishi kerak va xudo xohlasa qayerdan biz yurishimiz mumkin tepaga. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xohlasa foydali bo'ladi. YouTube'ga 2 oy oldin video qo'ygan edim. Именно mana shu holatda edi Bitcoin. Va aytgan edim, bu yoqda highni yengil olmagan, tam bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Highni sweep qilgan va bitta katta pastga tushish, полный likvidni yig'gan, likvidni yechgan va tam bitta tepaga korreksiya. O'zi вообще-то o'sha paytda ham man chizib ko'rsatgan edim. Bundoq qaraydigan bo'lsak, mana Fibonacci mana shu 0.5-06 ga to'g'ri kelyapti. Mana shu zonadan biz xudo xohlasa pastga ketishimiz mumkin deb aytgan edim va xudo xohlasa ko'rishimiz mumkin natijasi полный likvidni yechgan. Bu yoqda misol uchun mana нормальный likvidatsiya bor edi. Buni yechdi va xudo xohlasa mana man plan qilgandim. Именно mana shu zonada biza bitta impuls ko'rishimiz mumkin deb plan qilayotgan edim. Yo'q. Bu yerdan to'g'ri reaksiya oldi, ko'p emas lekin. Anaqa bitta kattaroq impuls kutyaptim, lekin unaqa qilmadi Bitcoin. Mana shu yerda to'xtadi, bitta tepaga ozgina reaksiya 2% va bitta pastga yana chuqurroq tushib berishni boshladi. Xo'p, pastda nimalar bor? Pastda ko'rishimiz mumkin. Mana o'zi вообще-то mana zona bu gap misol uchun mana. Mana shu yerda hozirchalik turibdi. Bu yoqda singan joyi bor. Singan joydan ham o'tib ketdi Bitcoin. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin likvidatsiya bor. Ya'ni likvid bor bu yoqda. Ya'ni yechishi mumkin bu yerda ham. Bizga ikkinchi zona bo'ladi komfort sotib olish uchun, yig'ish uchun aktivlarni. Ya'ni qaysi? Mana bu pastdagi zona. Bu yerda ko'rishimiz mumkin order blok zona. Ya'ni bu zona to'g'risi juda ham kuchli zonada. Bu realniy 80 mana shu 81 ming atrofi, 81,5 ming atrofi juda ham kuchli hisoblanadi o'rtoqlar. Ya'ni 90% biz ozgina mana shu yoqqa balki mana shu yerda o'zida ozgina range bo'lib, yana bitta bundan pastni ko'rib, mana shu yerdan keyin xudo xohlasa bir impuls ko'rishimiz mumkin tepaga qarab. Agar botni buzib ketadigan bo'lsa, ya'ni mana bu lowni buzib qo'yadigan bo'lsa, o'rtoqlar biza dalshi ketamiz pastga, ya'ni mana bularni yechishga kelishi mumkin. Mana 64 ming, 65 ming, 59 minglarni yetishga kelishi mumkin agar mana shu lowni buzib qo'ysa. Hozircha man nima desa bo'ladi? Botga keladi deb aytmayman. Man hozir mana shu holat muhim menga. Mana shu holatdan kelib chiqib analiz qiladigan bo'lsak, bizga komfortmi bo'ladi. Mana shu 81 ming, 81,5 ming atrofi, xudo xolasa bizga komfort hisoblanadi o'rtoqlar. Shunaqa. Ba'zi bir ko'ylar bor, holati yaxshi. Weeklyga kelgan misol uchunda shunaqa ko'ylarga qiziqsa bo'ladi. Shu depozitdan 3dan 1gami misol uchun, depozitda misol 10% gami yig'ib olib, например, anaqa qilib tursa bo'ladi. Eshityapman, eshitgan narsamni aytaman. Ko'pchilik anaqada, nima desa bo'ladi, tepada sotib olgan mana bunaqa zonalarda, mana bunaqa zonalarda, mana bu yoqlarda sotib olganlar juda ham ko'p, to'g'risi eshityapman. Hop, ularga nima maslahat beraman? Ularga maslahat berardimki, pastroqdan mana shu zonalardan dalivka qilish. Misol uchun $100 ga sotib olgan bo'lsangiz, yana $100 ga emas, $200 ga pastdan sotib olishingiz mumkin mana shu zonalardan. Misol tepadan $100 ga sotib oldingiz, pastdan mana $200 ga sotib oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa narxini o'rtarog'iga olib tushishingiz mumkin. Sotib olgan narxingizni, misol uchun mana qarang. Mana bunaqa qiladigan bo'lsak, где-то mana shu o'rtalarga xudo xolasa keladi. Sotib olgan narxingiz mana shunaqa qilib olib tushsa bo'ladi. Agar full depozitingizga sotib olmagan bo'lsangiz, shunaqa imkoniyatingiz bor. Agar full depozitga sotib oladigan bo'lsangiz, bu endi to'g'risi xatoroq. Men juda ko'p videolarni aytaman, full depozitga sotib olmanglar. Ehtiyot bo'linglar. Bitcoin holati bo'yicha men полный informatsiya berib turibman sizlarga YouTube'da, tam Telegramda. Tushamiz, pastga yurishimiz kerak, pastni ko'ramiz deb aytib yotibman. Lekin bir xilla bunga qarayapti, bir xilla bunga qaramayapti. Bilgan bilyapti. Berilayotgan informatsiyani o'shanga qarab turib, hisob-kitobini olib savdo qiladigan bo'lsanglar, o'shanda bir manfaat bo'lishi mumkin. Shunaqa, xudo xolasa, mana shu zonalarni ham ko'rishimiz mumkin, ehtimoli bor o'rtoqlar. Ya'ni bizga mana shu zona juda ham komfortli hisoblanadi. Holat unaqa qiyin emas, qiyin darajada emas. Misol uchun mana uni olib tashlaymiz. Bitta mana haftalikda ko'ramiz.
Haftalikda holati yomon emas. Uni полностью FVGni to'ldirgan haftalikda. O'zi mana shu bor-ku, mana shu analiz qilayotganinglarda haftalik, mana shu dailyda svechalar qanaqa holatda yopilyapti. Mana shular ham juda muhim. Misol uchun, o'suvchi svechani tushuvchi svecha yutib qo'yishi mumkin-da. Agar mana shu narsani haftalikda ko'radigan bo'lsanglar, keyingi уже там svecha bu short bo'lib ochiladi. Ya'ni short, ya'ni pastga yurishini bildiradi. Mana shunga qarab ham misol swechni analiz qilishingiz mumkin kattaroq time framelarda misol. Haftalikda misolda daily switch muhim bizaga. U bo'lganda shunaqa 4 hourga oladigan bo'lsak, 4 soatlik time frame ni ko'radigan bo'lsak, ishi ko'p, ya'ni sabab tashab ketyapti. O'sishga sabab bor. Misol mana likvid полностью yechib ketyapti. Misol uchunda bu yerda mana gap zonamiz bor. Bu yoqda xudo xolasa likvidlar bor. Buni tepasida likvidatsiya bor. Gap zonalar bor. Buni tepasida likvid bor. Bular hammasi yechilmagan likvidatsiyalar. Buni hisobga olishingiz shart. Qanaqadir pattern, nimadirlar chizib o'tirganingizdan ko'ra, bozorni likvid orqali ko'rishni biladigan bo'lsangiz, sizga osonroq bo'ladi va bu konkretni ishlab beradi. Bozorda konkretni ishlaydi. Hozir bu pastga yurib kelyapti. Hech qanaqa market struktura o'zgargani yo'q. Qachon sotib olishimiz mumkin? Qachonki market struktura o'zgarganidan keyin. Ya'ni market struktura, misol uchun hozir down trend bo'ladigan bo'lsa, hozir baribir aylanib ozgina bunaqa range bo'lib, yana bitta pastni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki, misol uchun, narx misol mana kelyapti, o'ynab, misolimcha ozgina o'ynashi mumkin. Bundoq tepaga yurib turib, yana bitta pastni ko'rishimiz mumkin-da. Bundoq yurib turib, konkretniy bitta model qiladigan bo'lsa, bu yerda bitta pastni sweep qoladi, va bunaqa bitta lowni ko'rishimiz mumkin va aytagidalik tepaga ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa bir zonalarda biza qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa model bo'lishini kutishimiz shart. Ya'ni konkretniy market struktura o'zgarishi kerak. O'zgarmasidan oldin sotib olish sal xatoroq. To'g'ri, pastroqga likvidni tagiga buy limit qo'ysangiz bo'ladi. Lekin endi kirgan trader bu narsani bilmasligi mumkin. Tajribasi bor trader biladi bu narsani asosan. Shunaqa. Endi sizlarga soddaroq qilib tushuntiryapman. Bitcoinga fikrim shu, mana shunaqa zonalarda xudo xolasa sekin yig'ib olsak bo'ladi inshaalloh. Tepaga yurib berishimiz bor. Ya'ni ehtimoli yuqori juda ham. Mana shu zonaga kelsa men tepaga reaksiya olishini kutyapman. Ya'ni hatto bir range ga tushib olsa Bitcoin, mana bunaqa coinlarda biz ishlab olishimiz mumkin. Masalan, bunaqa moverlarda, CAEAIlarda, например-da, mana buni kecha signal bergan edim men. Guruhga yaxshi o'tib berdi lekin. Mana shu coinga signal bergan edim. Yaxshi o'tib berdi. Mana shu zonalarda bergan edim. 26%cha o'sib berdi. O'zim ham foyda qildim. Xudoga shukr. Chunki asosiy sabab nima? Nimaga men вообще-то berdim signal? Botda katta wick bor. Ya'ni katta wick bor. Botda, ya'ni siz 0.5 chizadigan bo'lsangiz, mana sizga 0.516 ni ko'rsatib beradi. Bu bizga qiziqadigan zona, ya'ni komfortli zona. Risk qilish uchun. Va holatni qarang. Holat nima bo'lyapti? Yig'ilib pastga yurib kelyapti. Tepada juda ko'p likvidatsiya bor. Bu nimani bildiradi? Bu tepaga katta otib berishni bildiradi. Mana shu narsani biz ko'rishimiz mumkin bozorda. Mana tam kechagi holat AI mana shu zonadan, ya'ni 0.516 уже tam discount zonaga kirdi va men bolalarga signal berdim. Hatto shu likvidni yetishiga 34% o'sib bermagan bo'lsa ham 26% foyda berdi, yomon emas. Va buni o'zim ham ko'proq kutayotgandim. Ya'ni 1x lab berishi mumkin, chunki konkretniy tepada sabab bor. Mana bunaqa zonalarni yopishi ehtimoli juda ham yuqori. Yopish kerak вообще-то. Shunaqa. Holat qanaqa? Holat hozir agar bu svecha chuqur yurib turib, bu svechani yutib qo'yadigan bo'lsa, sal yana pastroq kelishimiz mumkin bo'ladi. Atak lekin hozir tepada baribir ishi bor. Ishi qolib ketgan. Gap zonamiz bor, wicklar bor, likvidlar bor misol uchun. Shunaqa. Uzoqroq olib qo'ysa ham bo'ladi. Uzoqroq olishni maslahat beraman. Tepada ko'p ishi bor. Shuni hisobiga xudo xolasa yomon emas вообще-то. Bunaqa bir 6x lar
600% olib chiqib ketsa bo'ladi. Faqat qanaqa sotib olish kerak? Depozitni bir qismiga sotib olasiz, fullga emas. Xullas shunaqa gaplar. Bitcoinga fikrim shu va coinlar misol mana ko'p coinlar nima bo'lgan? Ko'p coinlar VIK tashlab ketgan, katta VIK. Qayerda qiziqasiz? 05.06 da. Bitta mana shu fishkani yodlab oling. 05.06 da qiziqasiz, bizga konkretni ishlab beradi va mana deganda tam 10-15%, 20% reaksiya olishi mumkin. Undan baland bo'lishi ham mumkin, balki 50%. Shunaqa. Yaxshi ishlab beradi. Bolalarga ham misol mana signal berdim shu bo'yicha, yaxshi bo'lyapti va bu konkretni ishlaydi. Shunaqa gaplar, video foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni kommentariyaga yozing va podpiska qilish esingizdan chiqmasin. Bunaqa coinlar asosan Maxi birjasida bor. Pastiga link bor, shu orqali o'tsanglar bo'ladi. Va Telegramga ham podpiska qilib qo'yinglar, chunki ko'proq informatsiya beraman va aktivniy bo'laman Telegramda. Sog' bo'linglar, charchamanglar.